Michel Bachel Sharq Turkistondagi ziyorati davomida Uyg'urlar bilan ko'rishalmagan. BDT Kishilik huquq oliy komissari Michel Bachel Sharq Turkistondagi ziyorati mezgilida o'zining tutqundagi Uyg'urlar va yoki ularning oila tavobatlari bilan ko'rishalmaganligini, chunki Xitoy hukumat xodimlarining o'ziga davomli ergishib birga yurganligini aytgan. Bachel xonim hozir Janvada o'tkazilayotgan BDT 50-navbatlik kishilik huquq kengashi mezgildagi e'lon qilgan bayonotida o'zining Xitoydagi ziyoratiga cheklama qo'yilganligini bildirgan. U Xitoydagi ziyoratida bir qism fuqaroviy tashkilotlar vakillari bilan ayrim ko'rishish fursati bo'lganligini, ammo Uyg'ur elidagi ziyorati mezgilida hukumat xodimlarining davomli o'ziga ergishib olganligini oshkorlagan. Tayvan Xitoy bizga hujum qilishdan burun yaxshi o'ylansin. Tayvan doiralari Beijingga zarba beradigan boshqariladigan bomba borligini aytdi va Xitoy bizga hujum qilishdan ilgari yaxshi o'ylanish kerak dedi. Tayvan qonun chiqarish majlisining boshlig'i Sekun Tayvan taratqullarining ziyoratini qabul qilganda, agar Xitoy hujum qilsa, ishkilanmasdan xosiyatli kema boshqariladigan bombasi ishlatilganligini aytgan. U mundaq degan: "Xosiyatli kema boshqariladigan bombasi Beijingni ura oladi. Shunga Tayvanning Beijingga hujum qilish iqtidori bor." Xitoyning yangi jasusi qahva mashinasi. Amerikalik tadqiqotchi Kristofer Baldingning aytishicha, u Beijing doiralari Xitoyda ishlab chiqarilgan va dunyoning har qaysi joylariga avatilgan aqliy iqtidorli qahva mashinasi bilan abonentlarning uchurlarini to'playdiganligiga oid isbotlarga erishgan. U bir sonliq ma'lumot tajribaxonasida e'lon qilingan dokladida mundaq dedi: "Bu internetga ulangan mashina bilan uchur to'plashning texnik cho'ng tirishchanligining bir qismi. Baldingning so'ziga qaraganda, bu mashinalarning bexatarligi tuvan bo'lib, ishlab chiqaruvchilarning sonliq ma'lumot siyosati aniq emas. Xitoy hamma ishda sonliq ma'lumot to'playdi." Fransiya, Germaniya va Italiya rahbarlari Ukrainani ziyorat qildi. Germaniya bosh ministri Olaf Scholz, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Italiya bosh ministri Mario Draghi Ukrainaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish uchun kandidat salohiyati berishni qo'llaydiganligini e'lon qildi. Scholz, Macron, Draghi va Ruminiya prezidenti Klaus Yohannes Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilan ko'rishgandan keyin birlashma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Germaniya bosh ministri Scholz o'zlarining Kiyevga kelish orqali Ukrainaning Yevropa oilasiga tava ekanligi to'g'risida aniq uchuravatganligini aytdi. Amerika Iran neft eksportiga qatnashadigan Xitoy shirkatlariga embargo yurgizdi. Amerika Moliya ministrligi Xitoy va Arab birlashma xalifaligida Iranning neft ximiyalik mahsulotlarini eksport qilishida rol o'ynaydigan ikki shirkatga jazo yurgizdi. Xitoyning tashqi planda hayot izlari topganligi rasmi. Xitoy tadqiqotchilari tashqi plant madaniyatining mavjudligiga oid faktlarni bayqaganligini o'ttirib qo'ydi. Davlat qo'llagan fan-texnik tor bekitida e'lon qilingan bir dokladda Xitoyning G'oyasur teleskopi Sky Ayning yot madaniyatining alomatlarini bayqaganligi o'ttirib qo'yilgan. Lekin bu dokladning qisqa vaqt ichida o'chirilganligi ko'rildi.